Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. İhraldaki qadarli görünmələr yəni yüz görüşdük. Huzuringlarda bo'lib atqani Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqtish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tajidorligidagi Xiriji yani o'mlik sadosi programmasi. Men riyosatchi Mahin Ro'zi. Riyosatchilik sahnasida o'xshashlar suyumli adab Guljamal Matniyaz. Yaxshi dostlar. O'mlik sadosi programmasi orqali yana yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Guljamalada o'mlik sadosi programmamiz kundan-kun rangdorlashib yotadi va siz bu boshqa. Ay, baqaman. Undan boshqa yana aziz mehmonlarimiz bu boshqa. To'g'ri. Bugungi programmamizga albatta aziz mehmonimiz qadam tashrif qildi. U bo'lsa-mu, Ilis Fandashosi san'at sho'yaniningki musiqa o'qituvchisi, dangliq tambur ustasi ham shundaqla ijodiyatchi Yoqubjon Ababakri qarshilamiz Yoqubjon aka. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi kelibsiz. Ekrandagi ko'rmanlarga bir salom beraytamsiz. Salom, o'mlik sadosi programmasidagi barliq azizlar, bugun sizlar bilan ekran yuzida ko'rishganimdan intayin xursandman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Guljamalada men shu o'qituvchilik sohasidagi mehmonlarimizni shunchalik hurmatligim keldi. Shuningga muallim deb atab beray-ya, Yoqubjon muallim. Bo'ldi. Yoqubjon muallimningki shu o'quvchilarni tarbiyalash jarayonida singdirgan ajri bek ko'p-ku. Men shu kelgan aziz mehmonlarni paranglashdan avval ko'proq tushunib olish uchun iznib beqiyotman. Yoqubjon muallimning qilgan ishlari intayin ko'pkan. Ayni vaqtlarda o'zim shu kasbini bitirgandan keyin nurg'unlagan plastinkalarningki takror ishlanishi uchun, ratinish uchun nurg'un ajrlarni singdirib ekan. Shu vaqtlardagi ishlardan o'zaro xabardor bo'laylik Yoqubjon muallim. O'zingiz tapagingiz yana o'xshamaydi. Rahmat. Men shu 93-yilda 96-yilgi araliqda Şinjan san'at sho'yaniga kelib, maxsus shu ta'mir kasbini bizning peshqadam ustoz Shirmamat muallim, Nijit Yunus muallimlardan 3 yil maxsus ta'mir kasbini o'rgandim. Ta'mir kasbini o'rganib bitirgandan keyin shu yilni 96-yildan tortib 2000-yilga qadar 4 yil oralig'ida maxsus shu tunji qaror muqam sinf ichildi. Shu muqam sinfda 4 yil muqam o'rindosh kasbida 4 yil to'liq kursini bitirdim. Ondan yoqi biz shu bitirgan yilimiz Beijingda poytaxtda davlatimizning go'ri bo'lgan Jongo Xinjiang 13 muqamniki rak muqami, Penjiga muqaminiki, 2 muqamniki loyin xizmatiga qatnashdik. Men buningdan o'zimni nihoyatda sharafli his qildim, faxrlanaman. To'g'ri. Maktabni bitirib qaytib keldik. 2002-yildan tortib ta hozirgacha Ili Svendashi san'at sho'yanda ta hozirgacha shu musiqa o'qituvchisi bo'lib kelyapman. Undan boshqa Yoqubjon akamningki erishgan natijalarim oz emas-ku. 2006-yildagi erishgan shu natijaga bir qaytib baqaylik Yoqubjon aka. 2006-yili biz shu maktab bizga xabar qildi. Beijingda bir musobaqa bor ekan deb. Biz maktabdan bir nechimiz bordik. Shu vaqtda Tambirda men bar saylisini muzikasini apadim. Bisay deb mujoliqi. Dunyo muhojirlar san'at musobaqasi. Berib uningda oltin mukofot yeb keldim. Oltin mukofot shunda oson emas bu. Andan yana shu bir necha yilning oldida 2016-yili 12-oyda Abdumurayliq madaniyat nazoratiningki o'rlashtirishidagi musiqa musobaqasida shu Abdumurayimchi 2-darajalik musobaqa natijani elib. Muborak bo'lsin. Rahmat. Voy. Tekbimiz bek zo'rkan, Yoqubjon. Yoqubjon muallimni uning sigma anglaganida shu tambur qo'liga chiqadigan bo'lsa, bo'ldi ko'zni yumib, hechnimani xiyol qilmay musiqa anglanglar debchi. Rahmat. Dangliq tambur ustasi deb ta'riflab kelyapmiz. Shu o'mlik sadosi programmamizda ko'rmanlarga ana shu mahoratingizni bir namoyon qilish, tambur ovozini bir huzurlantirsangiz qanday bo'lar muallim? Bo'ldi. Rahmat. Qanamsa sahna sizga qoldi. Bo'ldi, rahmat.
Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, kunini 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayko'tat, quruq yalimiz, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorliq ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyapti. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömlük sadası.
kerak? Sizlarda bu to'xtatish bormi? Yo'q. Sizlar televizorchi? Yo'q. Sizlar to'latni bormi? Yo'q. Vatandaşçı. Buni yo'q. Do'koningizda mollaringizning to'liq bo'lishini umid qilamsiz. Molni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mol kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. O'riz do'konimda nim bo'lsa, shuni sotalaydim. Hozir nim olmasangiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari cheklanish shirkati. Sarkar. Rahmat. Yaxşımalım. Haqiqatan qo'llarda, barmoqlarda bir sehr bordek his qildim men. Haqiqiy tambur ustasi degandek mush nomga bek loyiq ekansiz. To'g'ri. Rahmat. Yaxşımalım shu sazlarmi bek ko'p, musiqilarmi bek ko'p. Nima uchun tamburning ovozi yana boshqacha bo'lgandi? Mening farzimda hamda tamburniki yasalish qurilmasi jihatdimi? Asosiyatan buningda mung andin mavo zinnatma ovozlarni asos qilgan bo'lg'ashqa meningcha xalqqa bergan ta'sir shundaqmikin deb o'ylayman. Masalan, tambur o'rgangisi bor bo'lgan o'quvchilar bekchiq. Sizning nurg'un o'quvchilaringiz bor. Buningga alohida bir iqtidor talab qilinamdi yoki o'rgansa o'rganib ketalamdi? O'rganib ketalaydi. Men shaxsan 13 yoshimda boshlagan. Men 13 yoshning oldida men opamdan tutda o'rgangan. Bizning uyimiz bir san'at oilasi. San'at oilasi. Mening dadam ham aktyorlikni o'qigan, ham duttachilikni o'qigan, ham burun men kichik vaqtim tambur chaladi, ammo so'nghay chaladi-da. Moyoqqartib chalganda. Bizning uyda opam chaladi, dadam chaladi. Endi men hozir shu 20 yillik shu o'qitish shu tajribamga asosan meniki hozir o'quvchilarimning asosligi ko'pinchisi shu janubning bolalari. Masalan, Qashqa, Xotan, Oqsuv shu yoqdan keladi. Bolalarim shu men degan talab bo'yicha mangsa nayti yaxshi o'rganda, ham yaxshi o'rganib ketib bordi. Tambur musiqasi bo'libmi, bek tirik musiqa bo'lganligi uchun bu asosiyatan mashqni bek talab qiladi. To'g'ri. Buningga bo'libmi o'rganguchilar oz deganda kuniga 6 soat, 7 soat, 8 soat mashq qilmasa, bu tambur musiqasini ilib ma'lum olmaydi. Chunki bugun mashq qilib 6-7 soat mashq qilib, ertasi bir kun mashq qilmay, o'rganib tamburni olsa, birinchi kundagidan sal keyingi chekinish hodisi yuz berib chiqadi. Shuning uchun bu bek mashqni asos qilgan, talab qilgan qolgan musiqalar shu, masalan, ravot deymiz, g'ijak deymiz. Bu musiqalar asosiyatan tirik musiqalar bo'lganligi uchun mashqni asos qiladi. Bo'lib, men ikrolda davoldig'ini mushu musiqada tarbiylanayotgan, o'rganayotgan yoshlar deydig'ini mashqni tashlamanglar. Yaxshi tavsiya oldi. Mushu bizningki, masalan, opera amikimizda Xalmurat Umar mush qachonli qarsa tambur mashq qilayotganini ko'ramiz. Masalan, bu aktyor, u bir aktyor, lekin tamburga bo'lgan ishtiyoqi bor, ajoyib bo'ldi. Bir masalan, tambur desa bir nima desa bir gigant bir yigit ko'z oldiga kelganchim, men bunday o'ylasam, nimishqa bir masalan o'g'il bolalarning erkishlarning nimishqa tamburga bo'lgan bir hissiyati qanday desangiz, bir xilqi o'zini bir sinaydigan. Aslında bir g'ayratini sinaydigan bunday bir musiqa bo'lg'achqa shuningga haliqi erkishlar noyati bir ishtiyoq bilan mushni yaxshi ko'rib, ani jafosi shunda jiq bo'lsa-mu, aslında bir mekrni berib, aslında ajr qilamdiki deb, bugun mana siz bilan işte mo'ngdishib o'tirib, paranglashib mana yana bir qatim bir tamburga bo'lgan bir tushunchimiz texmi to'liq bo'ldi. Men haqiqiy bir ta'sirotga ega bo'ldim-chu bugun. To'g'ri. Rast dedingiz. Men 90-yil kelgan chig'imdimi, shu san'at shu yerda Xalmuratgam, Rozgam ishlar bizga nihoyatda cho'ng ulgu bo'lgan. Masalan, Xalmuratgam o'zi dramada bo'lgan bilan tamburni nihoyatda chiroyli, nihoyatda mo'ng'liq, pek yaxshi ko'rdi. Adam titimliq pek chiroyli chaladi. Shu vaqtda men qarab, u vaqtda biz yengkagan undaq chilish mumkin emas. Qarab, u tamburdagi asli mandaq chilindi ekan-ku, nimishki mishtaq chiqmaymiz. Ala bo'g'ashqa bizda texmo kuchlanadigan bir ilhom bo'ldi. Endi Rozgamlar bu ikkisi
kunda shu o'quvchilar yotoq binosini oldida chaladi. Masalan, biz Chinvanga kirib qolgan bo'lsak, muzika mashq uyida Rozgamning to'xtamay chilayotganini ko'ramiz. Uni ko'rayotgandan keyin biz shu ta'mir o'rgangani borgan bo'lgan ekan. Bular chilayotsa, bular mushinchilar chep turib, yana chilayotdi. Biz yotoqda o'tiramdik. Bo'ldi deblar. Men shu birinchi yildagi masalan Digonga masalan asos qurilmani men atiyanda 5:20 bilan qopab 6gacha cho'qim kirpilma muzika mashq uyiga. Kechda bizni shu muzika mashq uyiga qaraydigan birinchi qavatdagi akamiz bizni qo'g'lab chiqarib yetdi, uni yerga taqib yetamiz. Shu asosini shu 5-da tiklab olmasak, hozirgi bu kunga yetgan olmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Sizlar shu cho'nglardan, ustozlardan qancha ilhom oldinglar? Sizlarning tarbiyalagan shu shogirdlaringlar, shu masalan o'quvchilar sizlarga qarab, sizlarning talantinglarga, sizlarning jabbaga chidash shu ro'yinglardan ular texim ilhom oldi ekan. Shuning uchun ustoz, muallimningki roli bek muhim ekan. To'g'ri. Andan bundaq bir so'z bor. Shu chechan ayollarni ko'rganda oshxonadagi chiniqachilar viliqlab kulib ketadi deydi ekan. Tambur duttarga o'xshash shu sazlarimizmi chalalaydigan, tushunalaydigan, shu sazga bo'lgan mehr muhabbatli o'ti bo'lganlarningki qo'liga chiqqanchada qancha qaqaqlab kulib ketadi deymanda. Shundoq. Har qanday muzikani o'rindog'ichi başta o'zi hozirlangan chaqda uning yoqi meningcha ko'z qarashim boshqalarmi hozirlandi deb o'ylayman. To'g'ri. O'zi qiynalib turib o'rnagan muzikadan boshqalarniki hozirlanishi meningcha toza emas. Bugun texim hayajonlandim-ku men. Kasbga bo'lgan muhabbatchi yaqi sizlardan ilhom buldi-ku baga. Cho'nglardan yoshlarga zo'r ilhom buldi-ku. Xo'sh bo'ldim. Yaqubjon ma'lummi tambur chalishdan boshqa yana faoliyatlarda, kechiliklarda, sahnalarda o'zining yiqimli naqshlarini yangiritib kelyapti. O'quvchilarga ulgu bo'lyapti, ilhom beryapti. Bugungi programmamizda naqshidimi o'zirnaydimikin deb o'yladim. Rahmat. Asli men burun bayam dedim 13 yosh vaqtimda tatib o'tdim. Onun aldıda ben şu Ustaz Abdüveli Rozi, Musacikam Rozi, muşlarınki naqsını, her çoğun naqşlarını dadam ekilip o akıldaylık kesek loyum. Muşunda ügüyen dep ekip birdi. Ben başta naqş ügengen. Şu Abdüveli Carlayıp'nınki Öztan naqsı, aşlarını ügünüp dadam çep birdi. Ben it attım. Hem de tigim naqşıyla жоғырылғаны. Keyin muzikaga almashdim. Lekin naqshinimi hamda chunki asos bo'lganligi uchun aytmay desam texi ba'zida aytib qoldi ekan, men shu aytish jarayonida ancha-muncha yana ko'z ko'rinib qoldi. Ya bu talantingizni joriy qildingizsangiz bek afsunlarli ish bo'ldi ekan-ku. Siz shundoq bir yaxshi bir oilada, san'at oilasida, shu yaxshi muhitda cho'ng bo'libsiz. Shu kichigingizdan sizda o'zingizning talantidan sirt shu muhit sizga ta'sir qilib bir yaxshi bir sharoitni hozirlab bergan-ku. Shuning siz ota-onangizga ko'p rahmat aytsangiz bo'ladi. Rahmat. Cho'qim aytaman. Mush ekran oldida davolay. Apamga, dadamga ko'p rahmat sizlarningki. Salomatliginglar mengu yaxshi bo'lsin. Minnatdorlik to'yg'usi degan. Yaqubjon ma'lum, anglaydigan naqshimiz. Men o'zim yaxshi ko'rib anglayman. Burun bizning ustoz Umarjon olimni aytgan, yana xili boshqa ustozlar aytgan. Bizning ustoz Vali Davud andin ustoz Munaydi chiroyli aytgan o'g'lim degan bir naqshi bor. Shuni sizlarga sunsam deb o'ylayman. Rahmat. Yaxshi. Qani, marhamat ma'lum. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tojdorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömrük sadası. Söyüp kanmay seni oğlum, küzümün karşı değme.
söyüp kanmay seni oğlum Küzümnün karşı değme Yıkıp menzin nimenzimge Bigimnin alsı değme Yıkıp menzin nimenzimge Bigimnin alsı değme Tonga yer iken kirse Alay kirpiklerim bile Tonga yer iken kirse Alay kirpiklerim bile Seni beğim da bir sürgen Köngülnün şahları değme Seni beğim da bir sürgen Köngülnün şahları değme Alar bulsam kolum kalsaz nava eyle gümüş tarih Alar bulsam kolum kalsaz nava eyle gümüş tarih Senin küçük avazını ömürnün hoşluğu değme Senin küçük avazını ömürnün hoşluğu değme Ömür bostanları kuşlar Şiver bağı eller gerdaim Ömür bostanları kuşlar Şiver bağı eller gerdaim Avamga küş koşa bulsan Dadağının balısı değme Avamga küş koşa bulsan Dadağının balısı değme Dadağının balısı değme Ömrük sadası Ömrük sadası
Rahmat, Yaqub Jamolim. Naqshi bo'lgan hurmatimiz qo'zg'aldi. Yaqub Jamolim bo'lgan hurmatimiz texmi qo'zg'aldi. Shundan Gul Jamolada. Tirishchan, ijtihodliq, ham shundaqla o'zininki san'atga bo'lgan mehr muhabbati bilan, ichidagi ana shu kuchlik o'ti bilan nurg'unlagan notlarni tarbiyalash jarayonida ajr singdirayotgan sizga o'xshash ustozlarimiz herib qolmasin, ishlar texim natijalik bo'lsin. Yaqub Jamolim, balkim sizning nurg'unlagan orzularingiz bordu, hozir o'ylayotgan planlaringiz bordu. Rahmat. Arzularim shuki, endi men shu 2002 dan ta hozirgacha ishlash jarayonida maktabda shu muzika atrati qurib kelyapman. Tambur, dutlar, satar, g'ijak, dab, chang, butun shu yodida bo'lishliq hamma muzikalar bor. Buningga endi beshida menga G'oljidagi men eng kichik vaqtimda, o'smir vaqtimda shu kursda o'qigan ustozim Ahmadjon muallim deb shu ili oblastlik shu o'makdan pensiyaga chiqqan bir akamiz bor. Shu akamiz hamda changmi chaladi, g'ijakmi chaladi, satam chaladi. O akamiz hamda xili yordamini qildi. Shu orqasida men yodini xili mukammal bir muzika atrat qurib chiqdim. Hamda hozir kelgan chaqda bu atrat bag'asir gulinib, hozir xili ravrus shu Toshvoy deymiz, Chabiyat tez marg'uli deymiz, Navo tez marg'uli deymiz. Ammo shularni o'rindab chiqib, o'zimni noyat xo'sh, o'quvchilarni noyat xo'shal. Lekin endi maktab hayotidagi bu muzika atrati rasmiy o'makdagi muzika atratiga o'xshamaydi ekan. O'xshamaydigan tarafi nima desa, bu maktabda har qanday o'quvchi 5 yil tarbiyalandi, 1 yil UK o'qiydi, 4 yil kasb o'rgandi. Shundaqa. Bu kasb o'rganganlar ichida biz endi 2-yillikdan 3-yillikdan tortib bu yerga qatnashtiramiz bolalarni. Bular qatnashib yerda endi gulini toz yaxshi kelgancha gang ustalari. Gang shu yerda muzika atratiga eng ustalari o'qishda putirdi, chiqdi. Endi buni yana adam to'liqlaydigan gap. Bu bir endi sal mushaqqatli bir vazifa bo'lib qoldi ekan. Lekin buni endi bara ma yil uzargan ekan buni qanday bir taraf qilishni o'rganib olgani bo'ladi ekanda. Meningki orzuyim boshqa, armanim yo'q. Mushu o'qish bitirayotgan, mushu o'quvchilarimga yaxshi bilimni bera olsam, mushu muzika sohasida shularni o'qish bitirib, davlatga yaramliq adam qila olsam, mayli maktabga borsin, mayli o'makka borsin, shu yerda o'zining bir kishilik rolini joriy qildirib, xalqqa davlatga o'zining kasbidan yaxshi bir zo'q ato qila olsa, yaxshi manfaat bera olsa, men shuningdan rozi. Ham mening armanim mana shu. Rahmat. Arzu, umidlaringizningki tezroq ham shundaqla yaxshi natijalar ro'yobga chiqishi uchun ko'nglimizni tilakdoshmiz. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Rahmat. Yaqub akamni albatta bundan keyin sahnalarimizda, programmalarimizda ko'proq uchirtib turishni orzu qilamiz. Ko'rmanlarimiz shundoq. Yaxshi bo'lgan bir ijodiyatchi, yaxshi bo'lgan bir muzika sohasida, san'at sohasida to'kib qo'shayotgan san'atkorlarimiz, ustozlarimiz ko'rmanlarimizdan ko'proq yuz ko'rishib turish kerak deb o'ylayman. Bu yoshlarga ilhom bo'ladi. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Tinang salomat bo'lsin. Eng go'zal tilaklarimizni sizga yo'llab atdik. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqatish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tojdorligidagi o'mlik sadosi programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Biz keyingi son programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.